Men Osanova Guluz, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 304 guruh talabasiman. Bugun biz sizlar bilan ijtimoiy pedagogika fani jamiyat rivojining asosi sifatida O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi, madaniy, tarixiy, ijtimoiy, huquqiy shart-sharoitlar mavzusida gaplashamiz. Bugungi mavzuni 3 ta reja asosida yoritib beramiz. Birinchi rejamiz ijtimoiy pedagogika va uning jamiyatdagi o'rni. Ikkinchi rejamiz O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi. Uchinchi rejamiz esa madaniy, tarixiy va ijtimoiy, huquqiy shart-sharoitlar. Ijtimoiy pedagogika shaxsni ijtimoiylashuvi, qonuniyatlarni o'rganish, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilish maqsadida ijtimoiy pedagogik faoliyatning samarali usullari, texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni qo'llashga qaratilgan pedagogik soha hisoblanadi. Ijtimoiy pedagogikaning jamiyatdagi ahamiyati va vazifalari haqida gaplashib o'tsak, birinchi o'rinda asosiy vazifalari 5 ta va ularni sanab o'tamiz. Ijtimoiy tarbiya va axloqiy ma'naviy rivojlanish hisoblanadi. Ikkinchisi ijtimoiy integratsiya va adaptatsiya. Uchinchisi esa oilani qo'llab-quvvatlash va yoshlarni ijtimoiy kasbga yo'naltirish. To'rtinchisi profilaktika va ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash hisoblanadi. Beshinchisi ta'lim va ijtimoiy xizmatlarni uyg'unlashtirish. Endi ijtimoiy pedagogikaning ahamiyatini sanab o'tamiz. Birinchi o'rinda jamiyat barqarorligi va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash hisoblanadi. Ikkinchisi fuqarolik faolligi va ijtimoiy adolatni oshirish. Uchinchisi esa inson salomatligi va iqtisodiy samaradorlikni qo'llab-quvvatlash. To'rtinchisi madaniy meros va qadriyatlarni saqlashga qaratilgan. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanishi jarayoni qadimiy davrlardan boshlangan bo'lib, bu fan, jamiyat taraqqiyoti, inson tarbiyasi va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Ijtimoiy pedagogika insonni jamiyatga moslashtirish, uni ijtimoiy hayotga tayyorlash va shaxs kamolatini ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy faoliyat hisoblanadi. Uning shakllanishi uzoq tarixiy bosqichlarni bosib o'tgan bo'lib, har bir davrda o'ziga xos g'oya va yondashuv hamda nazariya asoslar bilan boyigan. Shu o'rinda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish bosqichi 3 ta bosqichda amalga oshirilgan bo'lib, endi quyidagi bosqichlarni ko'rib o'tamiz. Ijtimoiy pedagogika rivojlanishining birinchi bosqichi qadimgi davrda 17-asrgacha bo'lgan davrlarni qamrab oladi. Bu davrda ijtimoiy tarbiya insoniyatning tabiiy ehtiyoji sifatida shakllanib, yosh avlodni hayotga tayyorlash, axloqiy me'yorlarni o'rganish asosiy maqsad bo'lgan. Ikkinchi bosqichimiz esa ijtimoiy pedagogika rivojlanishida 17-asr va 19-asrlarga to'g'ri keladi. Bu davrda demokratik o'zgarishlar, ilm-fan taraqqiyoti va ijtimoiy ongni yuksaltirish natijasida tarbiya masalalariga yangicha yondashuv paydo bo'lgan. G'arbda ijtimoiy pedagogika g'oyalari davlat siyosat darajasiga ko'tarilgan. Bolalarning huquqlarini himoya qilish, kambag'al odamlarni qo'llab-quvvatlash, yetim bolalarga yordam ko'rsatish kabi faoliyatlar ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy qismlariga aylangan. Shu davrda ijtimoiy pedagogikaning asosiy vazifalari insonni ijtimoiy muhitga tayyorlash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va jamoaviy hayot ko'nikmalarini shakllantirish sifatida belgilab o'tilgan. Endi ijtimoiy pedagogika rivojlanishining 3-bosqichi haqida aytib o'tadigan bo'lsak, 3-bosqich bu 20-asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda ijtimoiy pedagogika alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan bo'lib, Germaniya, Angliya hamda AQShda ijtimoiy qonunchilik tizimlari yaratilishi, bolalar tarbiyasi va himoyasiga e'tibor kuchayishi bu fan taraqqiyotiga juda katta turtki bo'lgan. Endi hozirgi kunda ijtimoiy pedagogika yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish,
ularni ma'naviy barkamollikka yetaklash, milliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Yangi O'zbekiston yangi ta'lim konsepsiyasi doirasida bu fan shaxsni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy adolatni qaror toptirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo'lida muhim o'rin tutadi. O'zbekistonning ijtimoiy pedagogikasining bugungi bosqichi tarixiy tajriba, xalq pedagogikasi, milliy an'anaviy va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni o'zida mujassam etgan holda insonni ijtimoiy jihatdan barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish jarayoni uzoq tarixiy ildizlarga ega bo'lib, u inson tarbiyasi, ijtimoiy muhit va jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liqdir. Qadimiy davrlardan boshlab yosh avlodni hayotga tayyorlash, jamoaviy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni shakllantirish xalq pedagogikasining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan. Antik davr faylasuflari Suqrot, Aflotun, Arastu, shuningdek sharq allomalaridan Al-Xorazmiy, Farabiy, Beruniy, Abu Ali ibn Sino hamda Mirzo Ulug'beklarning asarlarini ijtimoiy tarbiya va inson kamolotida masalalari chuqur yoritilgan. Endi mustaqillik yillarida esa ijtimoiy pedagogika mustaqil fan sifatida shakllantirilib, ta'lim va tarbiya tizimida keng qo'llanila boshlagan. Bu fan yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularning huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy faollik va fuqarolik mas'uliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika milliy qadriyatlar Bugungi kunda O'zbekiston ijtimoiy pedagogikasi milliy qadriyatlar, insonparvarlik va zamonaviy yondashuvlar uyg'unligida taraqqiy etib, jamiyatning barqaror rivojlanishida va shaxsning har tomonlama kamol topishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.